Lesa oladiganingizga e'tibor qaratasiz. Sizga mana bunday qilib, maloto'q bilan ezib turib, sizga lesa sotadigan bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bunday xunaga chiqib, pachag'i chiqib ketadi. Bu akalarimiz zavodskiy apparatlarda bukib beradi. Aka, bitta teshib ezib bering, qaranglar. Qanaqangi mustahkam zo'r qilib chiqarib berilyapti. Qaranglar akalar. Xudo xolasa stinalari 1,5 stinadan bo'lar ekan, bemalol zakaz qilsalang bo'laveradi. Eng zo'ridan bo'ladi. Mana Honne stanokda mana bunday bukib teshib beryapti. Ya'ni chokiga zo'r tushadiganidan bo'ladi. Bu tomonda mana yig'ib qo'ygan holatlarni ko'ryapsizlar. Bu tomonda suvarkani mana zo'rlardan qilib beryapti. Xudo xolasa garantiyali bo'ladi. Bu yerda lesalar eng arzoni hisoblanadi. Ya'ni 1 metrligi, 2 metrligi bor ekan. Uzunasiga 1.94 bo'ladi. Uzunasiga 1.90, eniga 94 bo'ladi. Mana bu joylari 1.7 stina, ikkala kashshaklari 1.5 stinadan bo'ladi. Poddollari ham ko'ryapsizlar, ya'ni zo'rlaridan bo'ladi. 1 metrligi 520 ming so'm, 2 metrligi 620 ming so'mdan bo'ladi. Dastlabkalari kelishilgan narxda ekan. Bemalol zakaz qilsalang bo'ladi. Ob'yem qancha kerak bana? Ko'rib qo'yaverasizlar, kelib olsalang bo'ladi. Kraska qilingani ham, qilinmagani ham bor ekan. Kraska qilinmagan olsalang, ozmas skidkalarni qilib berar ekan. Bizning kanalning nomi aytinglar, chegirmalari bo'ladi. Ko'rganlaringda eng zo'ridan bo'ladi. Bemalol zakaz qilaverasizlar.